Hop, qancha Hop do'stlar, bugun bizda yangi video, yangi challenge. Bugun yangi challenge oldim. Bugun bizda mehmon bor, o'shani tanishtirib olamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Thomas Shelby'ning ukasi Shuhratbek. His name is John C. Bugun xudo xohlasa birinchi tayyorlab olamiz, tayyorlayotgan joyimizda olamiz. Hali challenge'ni aytmam. Yigitlarning sardori, kelin qizni xaridori. Thomas Shelby ukasi mana. Xullas, challenge boshladim dedi. Taklif qildi, keldim. Endi bu o'zingga. Nima challenge degan? Hop, challenge'ni tushuntiramiz. Challenge bugun uyda hot-dog tayyorlaymiz deyapmiz. Ikkita bosqichli bo'ladi challenge'imiz. Xo'p. Birinchisi hot-dog kim tez tayyorlash. Ikkinchisi sifatiga qaraymiz. Uchinchisi o'sha tayyorlagan hot-dogimizni o'zimiz yeymiz. Kim tez yeyishmi yo o'sha masala? Xullas shuni. Birinchi bosqichga to'lay, keyin ikkinchisiga o'tamiz. Xo'p, bizda kalbasadan qilamiz, chunki uyda bizga Homemade non bor. Ikkita 10 taga yetsa kerak bu ikkalasi ham. Xullas, hot-dog yetarli hamma narsa bor. Salat yo'q bizda. Mana shu kalbasani o'zi bilan to'ldiramiz. Keyin Homemade. kofe bor. Napivay. Qora suv bor keyin bizda. Reklama berishimiz. Qora suv bor bizda. Xullas, bir-biridan ajoyib qiziqarli challenge'larni doimgidek olib boramiz. Bunisi eng ko'p prosmotr bo'lgan video bo'ladi. Xudo xohlasa. Video biz jarayon boshlanishidan oldin nima qilishsin? Jarayon boshlanishidan oldin sunnat qo'llab-quvvatlasanglar, sunnat bro deb yozib qoldiringlar. Agar meni qo'llab-quvvatlasanglar, Thomas Sherbek deb yozib qoldiringlar. Podpiska beramiz. Like bosinglar bo'ldi. Like tirs joyida kommentariy. Tamom. Aytgancha bizda nakazani ham bor. Mana shu narsa aytish kerak. Ya'ni u narsa nima? Kola qo'shilgan kofe, qo'shilgan chili. Jazo tariqasida. Mahsulotlarni tayyor holga keltirish bahonasida Dildan suhbat qurib oldik va bizda hammasi tayyor edi. Ana qon chiqmas o'xshaydi. Unangni nima tagiga qo'ymayaptimi? Come on baby. Baby come on. Kel men tomon. Nimaga? Ishlaring qilar meni tomon. Ya bu nepravильно bo'lyapti, nepravильно. Вот, mana ketchup ham. Mana kod tagiga qo'ymadi mana kod. Sosal. Sosal. Da. Hozir mana bu to'rttadan hot-dog bor-ku. Biz kim tez yeyapti emasmi? Albatta. 5 ta. 5 minutda Hop. Birinchi raund kimga beramiz? Uzoq 15 minutlik video bo'ladi. Javob gap. Birinchi raundda o'zing joying tozalamaysan, befurasat. Okey, siz gapiravering. Men tezlikni qo'shdim. Xullas birinchi raundda mana Thomas Sherbek yutdi. Ikkinchi endi mana xolisona fikr, mana neytral odam fikri. Kimniki sifatliroq chiqdi, mana ko'ring yaxshilab oldin. Raqibga deydi, kichkina baho berma deydi. Shuning uchun ko'p chiqadi ularni, ko'ring o'zi. Lekin sunnatga yaxshi chiqibdi bir tarafdan. Mening fikrim, shaxsiy fikrim. Men juda tez qildim.
Mana qaranglar, mana. Men yana aytaman, mana ustida faqat ketchup bor. Meniki ustida mayonez bor. Kallangizga Sunnat yaxshiroq ekan. xullas hamma narsani kim tez ish hal qilar ekan. Bugun sizlar bilan romantichniy. Potni ustida. Bu senga nima deydi? Choymi? Start bermaysiz, boshlovchi? To'xta. Bitta og'izni qo'lni olay. Xullamasam. 2, 3. Senin oğlan uzun ketaman. Ben seviyorum. Bütün bola abi ovqating olmuş. Yani endi tushunib yetdim. Xullas, Begzod mag'lubiyat kanal yapmayapmiz. Xullas borki, bunaqa o'tirish yili bo'lmaydi. 19 15 sekund bo'lyapti hozir. 30 hafta to'xtataman. Bo'ldi, yapti. Siz bemalol yeyasiz, shoshilmang. Ah. Что, беспредел, что ли, блядь? Ichida nimadir sodir bo'lyapti. Bezuvuk qolay. Agar yeyolmayman. Bilaman, qaralasiz. Biz qattiq boshlayapti. Bilmaslik kerak, Bu bo'lmaydi, sapernik men. Predda men birovga endi. Maqani tuxumi. Qusma hozir. Bitta sushi. Ben yutolmaysan. Qiyqirdim. Og'zimdan qo'ydim. Bo'lmaydi, yemayman. Agar shu 2 minut yeb berganda men ham yeyolmaysan. Barsangiz siz ekaniga kokteylimizni tayyorlaymiz. Yeah, boy. Bo'ladimi? Kofeni Bo'ladimi? Savol bu nima bu? Solaymi? Let me add a little bit of spice.
Birinchi bu. Просто rangini ko'rsataydi. Baba! Lekinchi, men bu hozir hotdogdan keyin bu ketsa, oshqozonning вообще premyera bo'lar-ku. Undan keyin klizma qilmasa bo'lmaydi. Ko'zim yumib ichaman. Sunnat. Меня зовут Bekzod. Olising hidlar bitta. Меня зовут Bekzod. Endi buncha ko'p qilmadi, endi. Qoladimi? Qola dozasi ko'payib ketdimi? Yo'q, yetadi. Qoladi, dozasi ko'payib ketdi. Yo'q. Нормально. Yo'q. Нормально. Normal emas, qola dozasi ko'payib ketdimi? Sunnat. Меня зовут Bekzod. Pokhoy kimning? Bekzodingga ham, hokimingga ham xullas. Og'zing to'ldirib 2 martacha ber bo'ldi. Birinchi navbatda nimadan shikoyat qilishim kerak? Nimaga menga Barselonani logotipida qo'yib berding? Birinchisi. Sen unaqa provokatsiya qilma. Barsa muxlislari yomon. Realchilar addishi kommentariy yozinglar. Чтобы eng ko'p realchilar bo'lsa, men ana shundan yana qo'ysini ikkitachi beraman. Kommentda mana shu videoni kommentida real lanos ko'p bo'lsa, realli kommentlar ko'p bo'lsa, real tarafdorlar ko'p bo'lsa, mana shundan yana ikkitachi berasiz. Video qo'yilgandan keyin 3 kundan keyin. So'rovnoma qilsa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. O'sha so'rovnomada kim yutsa, o'shanga qarab Hozirgi Instagramga ham qo'yamiz. keyin shorts qo'yamiz. Ammo farqi yo'q. Barsachilar onasining Chempionlar Ligasini yutolmagandan alamini ham sendan olishi mumkin. Eng ko'p real deb yozgan odamga Cheksiz hurmat. Oshqozonga ichgandan keyin gapiraman. organizm kuchayish uchun ikkita shuni og'zingni to'ldirib bitta. O'zi Bekzod kayf qiladi, cho'radi. Og'zing to'lmadi. Yo'q. Burnim bilan qulog'im. Ishtim. Bittasi birovni ko'raman deb millionni ko'rib tugadi. Kel. Bittasi birov Mesfurusda ketayotganda agar Mesfurus originalmi desa yo'q, pod original deb tugadi. Tugadi. Ikkitasi yegan yaxshi edi-ku undan ko'ra. Suv olib kel, iltimos. Qancha ko'rlar. Tinmay suv kelyapti, bak, tinmay suv kelyapti. O, manirim qani. Nima desa bo'ladi? Dam bo'lib qoldi ichim. Tinmay suv kelyapti og'zimdan, bak. Mana bitta chayib keladi. Lekin mazza bo'yicha Bekzod yaxshi bo'lgan. Yo'q. Endi nima aytyapsiz?